Avvalambor assalomu alaykum. Bugun bizlarning prezentatsiyamizda o'sha qo'l qismi sifatida qilgan sahna ko'rinishimiz bor edi. Afsuski o'sha guruh a'zolarimizdan kelolmaganliklari sababli bu qoldirildi. Ularni prezentatsiyamiz. Bugungi loyihamiz nomi universitet talabalari uchun teng fikrlar klubini tashkil etish. Bu teng fikrlar klubi loyiha yaratuvchilari Effektor guruh tomonidan yaratilgan. Loyihamiz maqsadi, ya'ni teng fikrlar klubi loyihasining maqsadi asosan erkak va ayollar o'rtasida teng fikrlash, hurmatli muloqot va ochiq fikrlar bildirish madaniyatini rivojlantirish va shularni ko'rib chiqish. Bu guruhimizda logotip va tashrif qog'ozi, ya'ni vizitka kartalari, taklifnomalar, klubning shaxsiy tashrif qog'ozi, klub ushbu logotip bilan o'z faoliyatini boshlaydi. Birinchi asosiy maqsadimiz baribir klubga odam yig'ish uchun vizitkalarni tarqatish. Keyin klub a'zolari ushbu logotip va tashrif qog'ozi ustida birgalikda ishlashdi. Logotip bilan o'sha tashrif qog'ozlarni bizga chiqartirganda u guruh a'zolarimizdan foydalandik. Hammaga alohida chiqartirilgan edi. Teng fikrlar klubi yetakchilari Abubakir Vazar, Juraqulova Bonugul, Ergashev Dalafruz, Mustafoy va Mushtari, Akram va Noila. Bugun biza Asal, Bonugul va Noilani o'rnidan biza gapiramiz, ularni yo'g'itib emas, bizning tasavvurimizda ko'rasizlar. Har bir odam loyiha qilayotgan payt guruh birinchi bo'ladigan muammo bu administratsiya bilan kelishuv, ya'ni xona topish, vaqt, shunga o'xshash kichkina muammolar. Biz bularni hal qilish maqsadida administratsiya bilan kelishuv olib borgan holda xona masalasida ruxsat oldik. Birinchi loyihadan oldin aniq vaqtni belgiladik. Aynan qaysi kunda va qanaqa loyiha bo'lishini universitetga e'lonlarimiz Instagram sahifalari, Telegramda, universitetning rasmiy kanallari orqali e'lon berishga qaratdik. Asosiy vazifamizni birinchilardan bo'lib, asosiy loyihamizning asosiy kuni haftada bir marta va yil davomida, ya'ni 10 oy davomida 50 marta bo'lishi rejalashtirildi. 50 marta. 10 oy davomida 50 marta. Bir oyda necha marta shunday? 5 marta. Bu reklamamiz Telegram guruhlari orqali tarqatiladigan reklama, ya'ni o'sha e'lonimiz hisoblanadi. Tagida murojaat uchun nomer ham qoldirilgan. Loyiha davomida olib boriladigan davra suhbatlari, muhokama mavzulari. Asosan gender tenglik tushunchasi, bu gender tenglik deganda aynan ayol kishi yoki erkak kishi tarafida bo'lish emas. Aynan hozir ko'pchilik gender tenglik desa, erkaklar yuqori natijaga chiqib ketgan, ayollar esa pastda qolib ketgan. Erkaklar bilan ayollarni tenglashtirish maqsadida erkaklarni pasaytirish kerak yoki ayollarni ko'tarish kerak degan narsa tushuniladi. Tushunchasi rivojlanib kelmoqda. Lekin bizning maqsad bunaqa emas. Gender tenglik tushunchasini olib kirish, u aynan nima ekanligini tushuntirish. Erkaklar ko'tarilib ketgan, ayollar pastda qolib ketgan degan narsani yo'qotish va insonlar miyasida bu narsani chiqarib tashlash. Hurmat va hamkorlik madaniyati har bir loyihada bo'lishi shart bo'lgan qonunlardan biri. O'zaro hurmat bo'lmasa, gender tenglik tushunchasi ham bo'lmaydi deb o'ylayman. Undan keyin teng imkoniyatlar va kelajaklar. Aynan erkaklar emas, kelajakda ayollar ham birga bo'lishi va erkaklar buni ko'ra olishini yaqqol isbotlashga harakat qilamiz. Ayol va erkak liderlar, hozirgi yetakchilar ko'proq ayol kishilar, guruhlarda ham buni ko'rsak bo'ladi. Erkaklarni ham yetakchilikka qiziqtirish va ularni to'g'ri yo'naltirish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Tadbirni o'tkazish davomida biz asosan o'sha hafta davomida bir marta, buni aytib o'tgandek, bir hafta davomida bir marta har
safar yangi mavzular yuzasidan muzokaralar olib boriladi. Ya'ni debat ko'rinishida har xil o'sha muzokaralar amalga oshiriladi va undan tashqari har bir darslarimizda moderatorlar, ya'ni moderator bu boshqaruvchi hisoblanadi. Har bir guruhda ayol va erkak moderatorlar tanlanadi va ular o'sha mavzu yuzasidan berilgan savollarga to'liq javob berishlari uchun, ya'ni time managementni hisoblab turishlari uchun va mavzudan tashqariga chiqib ketmasliklari uchun ularni boshqarib turishadi. Va dars o'sha mavzu davomida turli xil seminarlar, workshoplar, ya'ni o'sha faqat nazariy leksiya bilan emas, har xil qiziqarli interaktiv o'yinlar bilan, har xil o'sha ko'rgazmali narsalar bilan mavzularni o'tish va undan tashqari sahna ko'rishlari olib borishadi. Ya'ni o'sha guruhlarga bo'lib, har bir tanlangan a'zolarni guruhlarga bo'lib, har darsda bu guruh yoki u guruh o'zlari o'sha mavzuga oid videoroliklar qilib, ularni qo'yib berishadi. Yakuniy forumda esa sertifikatlar bilan taqdirlash. Loyihamizning asosiy maqsadi bu talabalarning fikrini kengaytirish, jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi tenglikni ta'minlash olganligi sababli ushbu loyihada 100 nafar talabani o'qitishni rejalashtirganmiz. Loyiha yakunida 15-20 nafar o'quvchi atrofida talabalarga sertifikat beriladi. Ayol va erkak talabalar o'rtasidagi gender tengsizligini oldini olish bo'yicha bu sertifikatlar bilan keyingi loyihalarni qilish va ularni qo'llab-quvvatlash, ya'ni sarmoya kiritish kabi ularga keladigan takliflar bu sertifikat ularni ta'minlab beradi. Biz bergan sertifikat kelajakda ular xuddi mana shunaqa loyihalarni qilishiga yo'l ko'rsatadi. Loyihadan kutilgan natijalar shular.